Mana shu sport bilan shug'ullanishlik, birodarlar, bir qandaydir kollektivga qo'shilib olishlik kerak. Chunki uyda begovoy doroshkasi bor odamlar eshitib turinglar. Olganinglarda uzog'i bir hafta yugurgansizlar. Yo, ko'proqmi? Xo'p, shunaqa bo'pti. Endi bir hafta deylik. Begovoy doroshkani falon pulga qiziqib olganlarning 99%ni uyda chang bosib turibdi. Shu gapim to'g'ri bo'lsa qo'l ko'tarib qo'yinglar. Uyga turni qilib qo'yganlar. Bir oyda necha marta osilasizlar. Agar siz o'sha bir sport bilan doimiy shug'ullanadigan bir jamoaga a'zo bo'lsangiz, bir kollektivga, "Hayra, nima kelmayapsan? Kelmasang 500 so'm ishtirab" dedi-da, holimizdan nima qiladi? Qistab olib ketadi. To'g'ri aytyapmanmi? Hatto ayrim akalarimizni ko'rdik, garderobini almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki shu semirib ketgan kiyimlari keyin haligi kostyumini kiysa, xuddi akasini kostyumini kiyganda yo'q qolgan. Tushuninglar, siz o'zingizga sog'ligingiz kerak bo'lmasa, xotiningizga kerak, bolalaringizga keraksiz, jamiyatga keraksiz.